Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Tunkafon xizmatimizni mana yana bir go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Bu xizmatimizni Namanganda o'z noyasi yetkazib bermoqdamiz. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, bu yerda shapkalarni qilib berganimiz juda ham go'zal holatda chiqqan. Tandolarni ham qo'yib go'zal holatda qilib turbalarni tushirib bitirib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi va muzqatilishi ham bor. Shunisini ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, biz tunkafon xizmatimizni oldin vodiy bo'ylab amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu xizmatimizda 90 gradusga qo'shli fason qilib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, yana bir bor eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi va muzqatilishi ham bor. Shunisini ham inobatga olib qo'yamiz. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunkafon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.